Pechka, ko'mir, issiqlik. Voy, kim bor? Olib chiqib mani yoqib yuboringlar. Isinib o'li. Iltimos ustimdan benzin quyib yuboringlar. Suvaylarimgacha muzladi. Atlantikadagi muzlar ham mandaqa suv qotmagan. Dadajon, men qaytdim. Latopat, o'zingmisan qizim? Dada. Qizalog'im, Rossiyaga ketuvding-ku bolam. Bu yerga nimaga qaytding qizim? Bitta sug'otib qolasan-ku axir. Dadajon, men sizni olib ketgani keldim. Rossiyali o'zi sovuq bo'lsa ham uylari issiq dedi. Ruskiy banyaga kirsa sovug'ingiz chiqib ketadi dedi. Esizdami dedi? Yoshligimizda gaz bo'lardi. Mazza qilib silardik. O'sha gaz hozir Rossiyada juda ham ko'p. Yuring ketdik dedi. Ha, eshitganman. Bu yerda gazlar 5 qarich. Lekin bizda ham yaqinda bo'ladi qizim gaz. 10 yil kutib qo'ydim qizim, endi qimirla olmayman. Dadasi siz yoshmassiz. Bu yerda gaz hech qachon bo'lmaydi dada. Va'dalarni har yili berishadi. Bitta nitolka odamlarga, balki mashinalarga ham gaz yo'q dedi. Hech bo'lmasa gaz bo'lmaganiga yarasha svet yaxshi ishlaganda ham mayli edi. Keladi qizim. O'sha kunlar keladi. Oddiy o'zbek uyiga kirib bemalol paltosini yechadigan kunlar keladi qizim. Tepadagilar ham bir kun to'yar qizim. Chunki gazimiz bor, prosta berishmayapti. Lekin sen ket qizim. Gaz rasmga olib menga tashlabdir qizim. Men keta olmayman qizim, men keta olmayman. Men bir kun baribir kutaman.